OBMP jamoasi bosh murabbiyi Javob Qo'shoqov Qosim bo'ladilar. Bugungi o'yinga sizning bahoningiz. Bahom durang natija. Endi har doim Izzat jamoasi bilan qiziqarli o'yin bo'lardi. Shunaqa tarzda o'tdi. Lekin o'zimiz jamoamga keladigan bo'lsa, oddiyga ko'rgan to'g'ri, birinchi bo'limni 5-minutda kutilmaganda Dorif daradan kelgan o'yinni boshlash Javohirdan boshlandi. Hozir yechinish xonasida ham yetdi. Ikkinchi o'sha kontratakka o'sha shtrafni ham boshlashimiz kerak emas. Shoshilmasdan o'zimiz ish kerak edi. Ustanovkaga ham yetilgan edi. Shu narsa qarshi hujumda ikkinchi gol o'tkazib albatta achinarli. Birinchi bo'lim oxiri qolaversa ikkinchi 90 minutda o'tkazib yuborish. Lekin birinchi bo'limga qaraganda ikkinchi bo'lim shijoatroq o'ynadi va hisobda oldinga chiqdi. Hisobda o'yinchilar qolish kerak edi. Nasib shu ekan. Keyingi o'yinga yanada tayyorgarlik qozonishga harakat qilamiz. Avvalambor chiroyli o'yin uchun, hujumkor o'yin uchun kattakon rahmat aytib qolaman. Chunki OKM Sug'uryon o'yinlari har doim shiddatli bo'lgan. Uchta o'yinda 1 ochko olish OKMK uchun uyatli natija hisoblanmaydi. Qanaqa uyatli? Endi aytolmadim. O'rtada zo'r narsa bor, uni To'qtolaga qoldi, futbolda To'qtolaga. Lekin biz ham o'zimizga dushman emasmiz. Hozirgi kunda shu natija o'zi bizga ham kutilmagan, Jizzaxga ham kutilmagan edi. Lekin Xudo xohlasa o'zimizga kuch topib harakat qilamiz. O'sha yana narsa bu bahona emas. Lekin saviyali 13 o'yinchi jamoa tashkil qilib kunda bo'lmaydi. U gapirish oson, o'yinchini pozitsiyasiga qo'yish oson, lekin o'tda aytadi-yu, sifatli harakat, hamma narsaga vaqt kerak. O'shaning uchun ham albatta o'rnimizda emas, sport prinsipi kurashish, yutish yo'qdir. Lekin bir tarafdan o'sha boyga o'yinni Alloh bergan. Hozir bundan ham qiyin vaziyatlardan chiqib ketilgan chempionatimiz uzun qanaqadir imkoniyat borligiga berib eng kerakligi shijoat bor. Chiqib durkavat qilib o'ynamasdan mazmunsiz o'ynansa bundan yomon. Shuning uchun mana shu taraflari bor. Albatta uyatli, lekin uyaladigan joyi yo'q. Agar ishlarga yotganimizda bu boshqa narsa. Avvalambor assalomu alaykum. Bugun agentka qolgan o'yinlarda, ya'ni oldingi ikkita turdan farqli o'laroq sermahsulroq harakat qildi. Chunki Bunyodkorga qarshi, Xorazmga qarshi aynan realizatsiya pand bergandi. Lekin bugun yaxshi ikkita gol urdi jamoa. Sizga savolim shundayki, bugungi o'yinlardan qaysi jihatlarni e'tirof etgan bo'lardi jamoani va qaysi jihatlarni ustida ishlash kerak degan to'xtamga keldik. O'sha birinchisi realizatsiya vardi. Ikkinchisi o'sha ikkinchi bo'limda chiqib, masalan, pozitsiyalar o'ynamasligi mumkin. Kayfiyatga tegishi mumkin, yomon. Endi hammadan ruhiyat har xil. Yanada bu narsa nafaqat bu endi Bunyodkorda ham masalan shu Xorazmda shunaqa edi. Gol o'tkazib yuborgandan keyin imkon qadar yana o'yin tizimini o'z qo'liga olib gol urishga harakat qilindi, lekin unda realizatsiya bo'lmadi. Ikkinchisi mana shu shijoatga odamni ko'zi yonib bitta xatolik bo'ladi, bu xatosiz hech kim. Faqat Parvardigor. Hammamiz xato qilamiz. Rahmat. Ablas Mirzo aka, oxirgi yillarda OKMKning siyosati o'zgardi va tarkibda har yil ko'plab futbolchilar tark etyapti. Bu degani nisbatan jamoani sovrindorlar qatoridan uzoqlashtirib o'rta me'yorli darajaga tushirib qo'ying degan xavotir yo'qmi?
Albatta, endi bu ham bitta malaka. Malaka, albatta, xohlagingizni bu maqsad bo'lishi kerak. Hozir ana eskilar gapi bor, "Osilsang balandor" deyapsizlar. O'shanga yarasha chiqilgandan keyin qilayotgan mehnat o'z samarasini berishi kerak, qanaqadir mukofot olishi kerak. O'shaning uchun maqsad nima bo'lganda ham oldinga tashlaymiz, shayxlashaymiz. Usiz iloji yo'q ekan. Bu yil bunaqa o'yinlarda yutishimiz kerak emas, bunaqa vaziyatlarda to'plarni o'tkazib olish kerak emasda. Yuqori o'rinni olish uchun g'alaba qozonish kerak. Oxirgi savolim. Oxirgi savol. Bir kun kelib OKMKni tark etganingizni ortga qarab chempion qila olmadim degan armon men qiynamaydi. Bitta narsa bor. Chunki boshida kurashayotganda Paxtakor o'zini paytida hozir shu gapni bolalarga gapirdim. Yigitlarga gapirdim. Hozir baqir urishdan keyin o'rgangan mashinani tushuntirishga harakat qildim. Xulosa chiqargandim. Biz ham bir paytda kimnidir o'yinga kelganmiz. Bu bizani o'rnimizga ham kelishdi. Rahbarlik to'xtab qoldi. Kun o'tiraverdi, kun o'tiraverdi. Lekin shunaqa vaqt berilgan, Alloh tarafdan o'shani mazmunga o'tkazish kerak edi. Futboldan xuddi shu. O'shaning uchun ham iloji boricha tushuntirishga harakat qildim. Endi armon menda o'sha jahon chempionati bo'lgan. Allohga shukr, jamoamiz chiqdi. Bu bilan anaqa qilinmaydi, lekin o'sha yetilgan narsa imkoniyatdan kelib chiqdi. Masalan, birinchi qarab yashayman. O'shanga yana maqolga to'g'ri keladi. Ko'pincha qarab oyog'iga ketdi. To'g'risi, xohlimiz bu anaqa qilish. Lekin o'sha narsa eng kerakligi kimdir gapirishi mumkin. Gap bizadan oldin ham bo'lgan, bizadan keyin ham bo'ladi. U qo'rqadigan, uyaladigan joyi yo'q. Lekin bizning birinchi qadamimiz o'sha man kelguncha Olmaliqda hech kimga qiziq ham bo'lmagan bolalar shu narsa. Lekin o'sha yerda akademiya ochildi, qanaqa bir qadam tashladi u. Endi tufligim biladi bu narsani. Krossovkani topishganmi, demoqchi bo'lgan bu maqtanish emas, lekin o'sha narsa o'sha yerda qoladi. Ko'tarib olib ketmaydi. O'sha yerdan unumli foydalanadi, o'sha yerdan Xudo xolasa shu qilingan ishlar kichkina hajmda qilinganiga o'ziga yarasha sharoitiga rahbarga ham kattadan rahmat Abdullaga shu narsaga to'g'ri tushunib o'sha narsa. Lekin o'sha narsa insondan bitta daraxt eksang deb hosilning soyasini kimdir o'tiradi. O'zing o'tirmaysan. O'sha narsa. O'shaning uchun ham bu yerda endi nima deydi, tilli so'ygiyu gapiraveradi, gunohlarim. Endi biz ham qattiq xato qilganmiz. Lekin eng xursand bo'ladigan narsam shu, ertaga Xudo xohlasa niyat qilganmiz, o'sha yerdan chiqqan bolalar yurtimizdan sha'nini himoya qilishadi. Niyat qildim. Mana shu narsa. O'shaning uchun hamma narsaga sabr, ana gapim bor. Yo'lda ko'rib qolganman yetib mashinada hayot. Endi bilmayman o'sha odam baraka topsin yoki o'sha Damas ortiga bir gap bo'lar, qaysi biriga his qiladi. Yozilgan, qo'lda yozilgan, yozilgan. Rahmat. Keyingi o'yinda davom etamiz.